Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan iste'mol va jamg'arish funksiyalari mavzusida suhbatlashamiz. Va suhbatimizni quyidagi reja asosida amalga oshiramiz. Birinchi rejamiz iste'mol va jamg'armaning iqtisodiy mazmuni hamda ularning o'zaro bog'liqligi. Keyingisi jamg'arishning mohiyati, omillari va samaradorligi. Iste'mol va jamg'arma funksiyasining grafik tasviri, iste'mol va jamg'arma hajmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va oxirgisi iste'mol va jamg'arma darajasi. Iste'mol va jamg'armaning iqtisodiy mazmuni hamda ularning o'zaro bog'liqligi. Keng ma'noda iste'mol bu jamiyat a'zolari iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish uchun ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlardan foydalanish jarayonini bildiradi va hamda unumli va shaxsiy iste'mol turlariga bo'linadi. Bu yerda unumli iste'mol bevosita ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayoniga tegishli bo'lib, ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchidan ishlab chiqarish maqsadida foydalanish jarayonini anglatadi. Shaxsiy iste'mol esa ishlab chiqarish sohasidan tashqarida ro'y berib, bunday kishilarning iste'mol buyumlaridan va xizmatlardan bevosita shaxsiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida foydalanishiga aytiladi. Shuningdek, iste'mol moddiy iste'mol, nomoddiy iste'mol, yakka tartibdagi va jamoat bo'lib iste'mol qilish turlariga ham bo'linadi. Moddiy iste'mol bu ehtiyojlarni qondirishda moddiy ko'rinishdagi ne'matlarning tegishli nafli xususiyatlaridan foydalanishiga, nomoddiy ne'mat va xizmatlar iste'moli esa ehtiyojlarni qondirishda nomoddiy ko'rinishdagi ne'mat va xizmatlarning tegishli nafli xususiyatlaridan foydalanishiga aytiladi. Alohida shaxslarning o'z ixtiyorida bo'lgan ne'matlarni iste'mol qilinishi yakka tartibdagi iste'mol deyilsa, jamiyat a'zolari turli guruhlarining ne'matlardan birgalikda foydalanishi jamoa bo'lib iste'mol qilish deyiladi. Milliy iste'molning jamiyat a'zolarining moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga sarflanuvchi qismi iste'mol fondi deb ataladi. Iste'mol fondi butun mamlakatning shaxsiy iste'molini aholiga ijtimoiy xizmat qiladigan muassasalardagi, shuningdek ilmiy muassasalar va boshqarishdagi barcha sarflarni o'z ichiga oladi. Iste'mol sarflari esa bu aholi joriy daromadlarining tirikchilik ne'matlari va xizmatlari uchun ishlatiladigan qismiga aytiladi. Jamg'arma bu aholi, firma va davlat joriy daromadlarining kelajakdagi ehtiyojlarini qondirish uchun va daromad olish maqsadida to'planish borishiga aytiladi va quyidagi formula asosida yoritiladi. Bu yerda barcha xo'jaliklar ixtiyoridagi daromadlar iste'mol miqdori va jamg'arma yig'indisiga tengligi ko'rsatilgan. Jamg'arish shuningdek milliy daromad bir qismining asosiy va aylanma kapitallarini, shuningdek ehtiyot zaxiralarini ko'paytirish uchun sarflanishi hamdir. Jamg'arish turlari ishlab chiqarish maqsadida jamg'arish va noishlab chiqarishda jamg'arish turlariga bo'linadi. Ishlab chiqarish maqsadida jamg'arish bu jamg'arilgan mablag'larning moddiy ishlab chiqarish sohasining asosiy kapitallarini va aylanma mablag'larni kengaytirishga ketadigan qismi ishlab chiqarish sohasidagi jamg'arish summasini hosil qiladi. Ishlab chiqarish sohasidagi jamg'arish iqtisodiy o'sishning asosiy omili hisoblanadi. Noishlab chiqarish maqsadida jamg'arish esa ijtimoiy madaniy sohadagi jamg'arish, ya'ni noishlab chiqarish jamg'arishi deyiladi. Bularga uy-joy fonlari, kasalxonalar, o'quv muassasalari, madaniyat, sog'liqni saqlash, sport muassasalari, ya'ni nomoddiy ishlab chiqarish tarmoqlarini kengaytirish, rekonstruksiyalash, yangilashga sarflanadi. Iste'mol va jamg'arma hajmi hamda unga ta'sir ko'rsatuvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlik iste'mol va jamg'arma funksiyasi deyiladi. Klassik iqtisodchilarning fikriga ko'ra, iste'mol real foiz stavkasining pasayib boruvchi funksiyasi hisoblanadi.
Keynesning fikriga esa iste'mol bu uy xo'jaliklarining joriy daromadlarining o'sib boruvchi funksiyasi hisoblanadi. Shuningdek, Keynes tomonidan quyidagi fikrlar ilgari surilgan: iste'mol va jamg'arish daromad darajasiga bog'liq. Past daromadda iste'mol yuqori, jamg'arish past bo'ladi. Yuqori daromadda esa jamg'arish nisbatan oshadi. Navbatdagi grafikda iste'mol funksiyasining grafikdagi tasviri hamda keyingisida jamg'arma funksiyasining grafikdagi tasviri tasvir etilgan. Iste'mol va jamg'arma hajmiga ta'sir ko'rsatuvchi obyektiv omillar bular barcha xo'jaliklar tomonidan jamg'arilgan mol-mulk darajasi, narxlar darajasi, real foiz stavkalari, iste'molchining qarzdorligi darajasi, iste'molchilarni soliqqa tortish darajasi hamda iste'mol va jamg'arma hajmiga ta'sir ko'rsatuvchi subyektiv omillar bular iste'mol va jamg'arishga bo'lgan moyillik, kelgusidagi narx, pul daromadlari, soliq, tovarlar mavjudligi darajasining o'zgarishiga nisbatan munosabat. Quyidagi jadvalda iste'mol va jamg'arma darajasi milliard so'mda va shartli raqamlar asosida ko'rsatilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdi, daromad ortgan sari iste'mol va jamg'arish ham ortib boradi. Aholi daromadlarining iste'molga sarflanadigan ulushi iste'molga o'rtacha moyillik deyiladi. Iste'molga o'rtacha moyillik bu iste'mol sarflari hajmining sof daromad hajmiga nisbatiga aytiladi. Aholi daromadlarining jamg'armaga ketadigan ulushi esa jamg'armaga o'rtacha moyillik deyiladi. Jamg'armaga o'rtacha moyillik jamg'arma hajmining sof daromad hajmiga nisbatiga aytiladi. Bu yerda iste'molga o'rtacha moyillik hamda jamg'armaga o'rtacha moyillikni jami doimo birga teng bo'ladi. Daromad hajmining o'zgarishi natijasida iste'mol sarflari hajmining o'zgarishi darajasi iste'molga keyingi qo'shilgan moyillik deyiladi. Iste'molga keyingi qo'shilgan moyillik iste'moldagi o'zgarishning sof daromaddagi o'zgarish nisbatiga aytiladi. Daromad hajmining o'zgarishi natijasida jamg'arma hajmining o'zgarishi darajasi jamg'armaga keyingi qo'shilgan moyillik deyiladi hamda jamg'armaga keyingi qo'shilgan moyillik jamg'armadagi o'zgarishning sof daromaddagi o'zgarish nisbatiga aytiladi. Xulosa: iste'mol va jamg'arish jamiyat iqtisodiy hayotining ajralmas va o'zaro bog'liq tarkibiy qismi bo'lib, iste'mol aholining turmush darajasi va farovonligini ifodalasa, jamg'arish iqtisodiy o'sish va ishlab chiqarishning kengayishiga asos yaratadi. Daromadni qanday taqsimlanishi, ya'ni iste'mol va jamg'arish o'rtasidagi muvozanat mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligi va rivojlanish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jamg'arish hajmining ortishi investitsiyalarni ko'paytiradi, bu esa ishlab chiqarishni kengayishiga, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga va milliy daromadning o'sishiga olib keladi. Shu bilan birga iste'molning barqaror darajada bo'lishi iqtisodiy muvozanatni ta'minlaydi. Taqdimotni tayyorlashda quyidagi adabiyotlardan foydalanildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.